Salom do'stlar, sizlar bilan World Rank kanali. Bugun biz ikki qo'shni davlat, O'zbekiston va Qozog'istonni chuqur taqqoslaymiz. Ularning iqtisodiyoti, harbiy salohiyati, geografik afzalliklari va xalq farovonligi haqida faktlarga asoslanib, qaysi bir ustun ekanligini aniqlaymiz. Video oxirida esa sizning fikringizni kuzatamiz va kutamiz. Kim kuchliroq deb o'ylaysiz? Keling bu haqda aniq va tafsil faktlarga asoslanib ma'lumot aytib o'taman. Yer maydoni va geografik joylashuv bo'yicha Qozog'iston dunyodagi 9-o'rinni eng katta davlat egallaydi. 207 million kilometr kvadrat. O'zbekiston esa hudud jihatdan kichikroq, ammo 448 ming kilometr kvadrat joyni egallaydi. Geosiyosiy afzalliklari: Qozog'iston Rossiya, Xitoy bilan bevosita chegara. O'zbekiston Markaziy Osiyoning yuragida joylashgan va 5 ta davlat bilan chegaradosh. Aholi soni bo'yicha ma'lumot beradigan bo'lsam, Qozog'istonda 19,8 million deb keltirilgan. Aniq fakt ma'lumotlarga qaraganda hozir 20 millionga yaqinlashdi, oshdi ham degan ma'lumotlar keltirilyapti. O'zbekistonga keladigan bo'lsak, O'zbekistonda 36,5 million aholi, chalib ketdim. 37 milliondan ham oshgan deb aytilmoqda hozirgi kunda. Etnik tarkibga keladigan bo'lsak, Qozog'istonda ruslar ham katta foizni tashkil qiladi. O'zbekistonda bo'lsa aholi asosan bir millatli, faqat o'zbeklar deb keltiriladi. Iqtisodiy kuch va farovonlik haqida ham ma'lumot keltirib o'tmasak bo'lmaydi. Bu yerda albatta bunda nima degan fikr keladi. Bizda yalpi ichki mahsulotlarimiz Qozog'istonda 258 milliard AQSh dollar. Karl. O'zbekistonda bo'lsa 90 milliard AQSh dollar. Aholi jon boshiga hisoblaydigan bo'lsak, yalpi ichki mahsulotimiz Qozog'istonda 13 ming dollarga teng kelyapti. O'zbekistonda bo'lsa 2,5 ming AQSh dollarga. Sanoatdan gapiramiz. Sanoatda Qozog'iston neft, gaz asosiy tarmoq hisoblanadi. O'zbekistonda bo'lsa sanoat, xizmatlar va qishloq xo'jaligiga diversifikatsiyalangan. O'rtacha maoshga keladigan bo'lsak, Qozog'iston 500-600 dollar atrofida o'rtacha maosh, O'zbekistonda bo'lsa 300 dollar atrofida. Harbiy kuch va xavfsizlikka to'xtaladigan bo'lsak, armiya soni bo'yicha Qozog'istonda 70 ming askar, O'zbekistonda 65 ming. Texnika va qurol bo'yicha Qozog'iston tanklar va aviatsiyada ustun. O'zbekiston bo'lsa harbiy tayyorgarlik va jangovar texnikada puxta reja qiladi va amalga oshiradi. Harbiy byudjet Qozog'iston 1,5 milliard AQSh dollar, O'zbekiston 1,2 milliard AQSh dollar. Innovatsiya va IT rivoji bo'yicha Qozog'istonda raqamli iqtisodiyot Astana Hub texnoparki faol. O'zbekistonda bo'lsa IT Park 1 million O'zbek Coders kabi loyihalar boshlang'ich bosqichda ketmoqda. Ko'rinib turibdiki, bu yerda Qozog'iston iqtisodiy va texnologik jihatdan ustunroq, lekin O'zbekistonning demografik kuchi va rivojlanish sur'ati yuqoriroq. Sizningcha 10 yildan keyin kim kuchliroq bo'ladi deb o'ylaysiz? Uzoqlarda fikringizni qoldiring.